Hammaga salom kattalar. Bugun sizlarga eng oson, eng xuyna mavzulardan biri bo'lgan mavzuni o'taman. Trend liniya, ya'ni. Xo'p, trend liniya bu eng oson mavzulardan biri. Mana masalan, trend liniyani olamiz. Masalan, trend uptrendda. Uptrend nimaligini o'tgan darsda o'rgatgandim. Masalan, hozir tepaga ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu uptrend deyiladi. Mana. Bu yerdan upga chizamiz. O'sha liniyani yorib o'tgan joyini ko'ramiz. Mana. Xo'p, 3396 tillan narxi. Hozir tillada biz. 3396 dan bu yorib o'tgandan keyin xo'p 3209 ga tushgan. Voy bilet, bu degani 3396 dan 3209 200 punkt yurib bergan. 200 punkt yurib bergan. Bu degani eng xuyna 001 lotda ochsanglar $200 bor degani. Xo'p. Masalan, yana ko'rsataman hozir. Oldingilardan. Mana bu yerdan ko'rsanglar bo'ladi mana. Bu trend liniya chizamiz. Liniya. O'sha yorib o'tgan joyini ko'ramiz yana. Bu yerda 3388 turibdi narx. 3388 dan bu 3254 ga tushib bergan. 3388 dan 3254 ga tushib bergan. Tak, bu yerdan 88 ga 54, 134 punkt tushib bergan. Bu yana o'sha eng past 001 lotda ochsanglar $134 bor degani. Bu ishlab bergan hammasi. Trend liniyani yana eng maza joyi, hech kim aytmaganman, mana sizlarga aytaman. Bu M1 da bo'ladi. 1 minutlik time frame'da. Hop, hozir. Bu yerda har minutiga ishlay olsanglar bo'ladi. Bu fishkani uncha bilmaydi. O'shanga sizlarga aytaman. Hop, mana masalan. Mana bu yoqni olsak bo'lar ekan. Trend liniya olamiz. Trend upda chizamiz. Hop, yorib o'tgan joyini belgilaymiz dedim. 3210 tillan narxi. 3210 dan selga kiramiz. O'shanda bu 3156 ga tushib beribdi. Bu 50 mi? Yo'q, 66 punkt bo'lar ekan. $66 degani. Eng arzon lotda. 0.10 lotda $660 bo'ladi. 1 lotda bo'lsa $6600 bo'ladi. Xo'p. Eng maza joyi mana shuda. Masalan, faqat bayga ko'rsatyapman. Selga ham ko'rsatsa bo'ladi, masalan, trend liniya. Mana bu yerda kutib turamiz-da. Liniya tortamiz. Bu yerda tepaga yorib o'tgan. Shu yorib o'tgan joydan xo'p 3173. 3173 dan mana maksimal 3194 ga ko'tarib bergan, ya'ni 21 punkt. Bu degani $21 degani. Shu yerda ham ishlay olsanglar bo'ladi. Eng maza joy shuda, M1 time frame'da. Kam lekin ko'p bo'ladi. Bittada-ku kam xurit, hamisha xurit deydi. Mana bu yerni ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Trend liniya chizamiz.
va yorib o'tgan. 3165 dan 3189. Ya'ni 24 punkt. Ya'ni $24. Eng oson mavzu. O'zim faqat trend liniyada ishlayman ko'pincha. Trend liniya plus Fibonacci SNR. SNR ham bor. Xo'p, yana nima qoldi? Mana bu yerni ham ko'rsanglar bo'ladi mana. O'sha boya aytganim. Trend bayda 3236 da yorib o'tgan. 3236 dan o'sha boyaga chizgan joyimizga tushib bergan. 3202. Xo'p, 136 punktmi? 138 punkt ekan. 138 punkt. Ya'ni 1300 pips degani. Вообще dahshat yuravergan lekin. Bugungi mavzu shu edi. Hammaga salom. Hammaga xayr. Rahmat.